Mani o'zimnikiga o'chirsangiz kamida 4 bosib beraman. Ikkinchi pozitsiya splashnoy displey. Xuddi shunaqa do'stlar, ikkinchi pozitsiyasida eski Sportage'ga nisbatan splashnoy displey bilan jihozlangan, ya'ni avvalgi Sportage'da tablo hamda displey ikkiga bo'lingan edi, ya'ni alohida edi. Rol hajmi o'zgargan, eski Sportage'ga nisbatan ancha chiroyli va derski bo'lgan va mana bu yerda rejim o'zgartiradigan selektorimiz hozir roliga ko'chgan va drive mode deb yozib turibdi. Bu yerdan sizlar bemalol rejim tanlasanglar bo'ladi. Sport, eko rejimlarda bemalol mashinani boshqarsalar bo'ladi. Va ikkinchi pozitsiyasidan, ya'ni 25-yil Sportage'ni ikkinchi pozitsiyasidan 26-yil Sportage'ni yana bitta katta farqi panoramli tom qo'shib berilgan 26-yil variantiga. Hozir ushbu mashinani tanini bo'lib berasizlar 36 oy muddatida. Foizlarsiz. Yo, o'zi ko'pchilik kutaveruvdi, 26-yil variantni foizlarsiz chiqarib berasizlar. Qachon deb. Ana endi olmasangiz bo'lmaydi. 36 oy muddatida 0% dan chiqarib beramiz. Yana oyda ushbu raqamlar bilan sotuv bo'limiga aloqaga chiqing. Batafsil ma'lumot uchun kommentariyada plus yoki K Sportage so'zini yozib qoldiring. Menejerlarimiz sizlarga albatta aloqaga chiqishadi. Xuddi shunday akalar, kommentariyada plus belgisini qoldirib ketasizlar. Menejerlarning o'zlari sizlarga aloqaga chiqadi. Agar mani o'zimnikiga o'chirsangiz kamida 4 bosib beraman.